İkinci farzandim vaqtidan avval tug'ilgan, 32 haftada tug'ilgan. 2 oy jarayonida reanimatsiyada bo'lgan paytimiz yoki umuman shu tug'ilish jarayonlarida asosan faqat tibbiy narsalarni o'qiganman va bu narsaga juda ko'p kirishib ketib qolganman. Bizda birinchi marta bo'layotgani uchun o'zi o'sha birinchi farzandimda ham juda ko'p o'sha qanaqa qilib to'g'ri rivojlantirsak bo'ladi, qanaqa qilib nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar normal emas, o'zi qachon shifokorga murojaat qilish kerak, va qachon misol uchun dori umuman bermaslik kerak, qachon dori berish kerak. Shunaqa holatlar ya'ni ko'paygan. Ikkinchi farzandimda bo'lgani chiqqanidan keyin biz uni rivojlanishi bo'yicha yanada chuqurroq kirib ketganmiz. Tibbiy masalalarni qanaqa qilib yetkazib olamiz, chunki uni rivojlanishi deylik mana oddiy bolaga qaraganda 2 oy orqada yuradi. Jarayon joyiga tushib, biz tug'ruqxonadan chiqib olganimizdan keyin o'sha 1,5 oy o'sha tug'ruqxonada bo'lishgan. Juda ko'p g'oyalarni o'zi tayyorlab, qanaqa ilovalar bor, qanaqa kamchiliklari bor, nimalar o'zi kerak, nimalar kerak emas, nimalardan qiynaldim va o'sha reanimatsiyada bo'lganimda ham juda ko'p onalar misol uchun yoki otalar bilan gaplashganda ham ularda nima muammo, shu narsalar ozgina ruhlantirib, mana shu g'oyani ishlab chiqishga sabab bo'lgan.